Bismillahirrahmanirrahim. Dursul Lugatil Arabiyya bu kitapның 3-cü qismның 2-ci dərsinin tekstini sözləb bolğan. Hazır məşqlərini oqub, tərcümə qılıb bir aqır işlətəyli. 1-ci məşq. Əcib anil əs'ilətil ətiyəti. Tövəndəki suallarga cavab verin. 1-ci. Ayna ra'a Faysalun Hamidan. Faysal Hamidni nədə gördü? Bunu tekstə əsasən cavab verimiz əmmisini. 1-ci məşqnin. 2-ci. Ayna zəhəbə Hamzatu. Hamza qayerga ketdi? 3. متى خرج الطلاب من مكة ومتى وصلوا المدينة المنورة. O'quvchilar Makkadan qachon chiqdi va Madina Munawvarga qachon yetib bordi? 4. Man allazi qara'a al-hadisa. Hadisni o'qigan kim? 5. Ma ma'na al-hurumi fil ayati al-waridati fi ad-darsi. Darsda kelgan oyatdagi hurumning ma'nosi nima? Va ma mufraduha. Uning birligi, ya'ni Hurum köplük, uning birligi nima? Bu savollarga tekstga asosan javob beramiz. 2. Ta'ammalil amsilatal atiyata li wawil hali. Holatning vavi uchun kelgan berilgan tövəndəki misollarni o'ylaning. 1. Hajajtu va ana sag'irun. Men kichik vaqtimda, kichik holatimda haj qildim. Bu yerdagi vav holatning vavsi. Dakhaltul masjida va an-nasu yakhrujuna minhu. İnsanlar məsciddən çıxıyotqan holatda men məscidga kirdim. Bu yerdagi vavmu holatning vavi. 3. Matar rajulu va huwa naimun. Kishi uxlayotgan holda o'lib ketdi. 4. Asha jaddi aksara min mi'ati amin. Bovam 100 yildan ortiq yashadi. Va mata va ana sag'irun. Men kichik holatimda o'lib ketdi. Bu yerdagi vavmu holatning vavi. 5. Talabtul ilma va ana mutazawwijun. Men to'y qilgan holatimda ilm talab qildim. 6. La taqra'i sahifata va anta tamshi fi shari'i. Sen ko'chada mangayotgan holatda gazet o'qimag'in. 7. Alloh taolo mundaq deydi: La taqrabus salata va antum sukara. Sizlar mas holatinglarda namozga yaqinlashmanglar. Ya'ni mas holatinglarda namoz o'qimanglar. Bu yerdagi vav holatni bildirdi. 3-ci məşq. Mayyiz vaval atfi min vavil hali fil jumalil atiyati. Tövəndəki cümlələrдəki holatning vavini atfning vavidan farqlandiring. Da xattan vahidan tahta vavil atfi. Atfning vavining tagiga bir siziq sizing. Va xattayni tahta vavil hali. Holatning vavining ostiga 2 siziq qo'ying. 1. Xarajal mudarrisu minal fasli va zahaba ila maktabil mudiri. O'qituvchi sinfdan chiqdi va mudirning ishxonasiga ketdi. Bu yerdagi vav atfning vavi. 2. Dakhaltu alal mudiri va huwa yaktubu. Men mudirning qishiga kirdim, u yozayotgan holatda. Bu yerdagi vav holatning vavi. 3. Dakhala Hamidun va Muawiyatu wal Hasanu al fasla wal mudarrisu yashrahu ad-darsa. Hamid, Muawiya, Hasan sinfga kirdi. O'qituvchi darsni tushuntirayotgan holatda. Oldidagi 2 vav atfning vavi, keyinidagi vav holatning vavi. Ya'ni o'qituvchi darsni sharhlab tushuntirayotgan holatida Hamid, Muawiya va Hasan sinfga kirdi. 4. A'riful lughatayni al-ingliziyata wal fransiyata. Men 2 tilni bilaman, ya'ni ingliz tili va fransuz tilini. Bu yerdagi vav atfning vavi. 5. Ja'anil waladu va huwa yabki. Bala yig'ilgan holda meni qishimga keldi. Va raja'a va huwa yadhaku. U kulgan holda qaytib ketdi. Bu yerdagi va huwa yabkidagi vav holatning vavi, va raja'adagi vav atfning vavi, va huwa yadhakudagi vav holatning vavi. 6. Dakhala Ismailul masjida val imamu yaqra'ul fatihata. Imam sur Fatihani o'qiyotgan holatda Ismail masjidga kirdi. Bu yerdagi vav holatning vavi. 4-ci məşq. Ayyin naw'a kulli vavin mimma warada fil jumlatil atiyati. Tövəndəki cümlədə gələn vavlardan hər bir vavning türini ayırıb biring. Vallahi, Allah bilan qasamki, vav qasamning vavi. Ma ghibtu yawman va ana sahihun. Men saq holatimda bir kun yo'qolib ketmadim. Bu yerdagi vav holatning vavi. La hazihi sanata va la sanatal madiyata. Bu yil va yoki o'tgan yil. Bu yerdagi vav atfning vavi. 5. Akmil kulla jumlatin mimma ya'ti bi jumlatin haliyatin munasibatin. Tövəndikilərdən hər bir cümləni münasib holat cümlə bilan to'liqlang. Ya'ni hər bir cümlənin keyniga vavni qo'shib, yəni holatning vavi bo'lgan vavni keltirib, keyniga bir cümləni moslashtirib yozamiz.
Daxaltul masjida va bir jumlani qo'shsaq bo'ldi. O'zinglar qo'shsanglar bo'ldi. Masalan, val imamu yarka'u degandek. Vasalatit ta'iratu matara judda. Aeroplan Judda aerodromiga yetib keldi. Qanday holatda? Hajajtu haj qildim. Ra'aytul mudarrisa o'qituvchini ko'rdim. Mata ami tag'am o'lib ketdi. Xarajtu minal madinati. Madinadan chiqdim. Vasaltu Riyodga yetib keldim. O'zinglar kending muvofiq jumla qo'shib jumla tuzab baqsanglar bo'ldi. 6. Ij'al kulla jumlatin mimma ya'ti jumlatan haliyatan li jumlatin min insha'ik. Li jumlatin min insha'ik degan o'zingiz tuzgan jumla degan gap. Tuvandagi jumlalarni o'zingiz tuzgan jumlaga holat jumla qiling. Ya'ni ostidagi 7 jumlaning oldiga o'zinglar jumla tuzab, keyingi jumlani oldidagi jumlaning holat qilsanglar bo'ladi. Anta tamshi fi shari'i ko'chada mangayotgan holatingda qanday qilmag'in? Ana tiflun men kichik vaqtimda, holatimda qanday bo'ldi? Al mudarrisu yaktubu darsa ala saburati. O'qituvchi darsni do'stga yozayotgan holatda qanday bo'ldi? Al mataru yanzilu. Yomg'ir yog'ayotgan holatda qanday bo'ldi? Ash-shamsu tag'rubu. Quyosh petayotgan holda qanday bo'ldi? Qanday qildim degandek. Al muazzinu yuqimu. Muazzin iqomat tushirayotgan holatda, masalan, masjid kirdim degandek. 7. Ana sag'irun men kichik holatimda qanday bo'ldi? Qanday qildim? 7. Mashiq yatlubul mudarrisu ila kulli talibin an yaqra ad-darsa wa huwa jalisun. Yoki asiziq yoki degan gap. Va huwa waqifun lit-ta'akkudi min fahmihi lil jumlati. O'qituvchi o'quvchidan har bir o'quvchidan darsni o'ltirgan holatida yoki o'rtirgan holatida o'qishni talab qiladi. O'quvchining jumlani tushungan bo'lishini ta'kidlash uchun, ya'ni o'quvchi holat jumlani tushundimi, tushunmadimi, darsning mazmunini tushundimi, tushunmadimi ta'kidlash uchun. Ya'ni bu darsda holatning vovsi o'tilgan bo'lg'ashqa. 8. Tufidu la'alla at-tarajjiya wal ishfaqa. La'alla umidni va ansirashni bildirdi. Miyada pish qo'yibdi ishfaqu deb. Va yattadihul farqu baynahuma min al-misalayn al-atiyayn. Ularning o'rtasidagi farq tuvandagi ikki misoldan ro'shanlashadi. 1. La'allahu bi khayrin. Balkim u yaxshidir. Ya'ni ay arju ay yakuna bi khayrin. Uning yaxshi bo'lishini umid qilaman. Haza tarajjibu tarajjini arzun bildirdi. La'allahu maridun. Balkim u kasaldir. Ay akhsha ay yakuna maridan. Uning kasal bo'lishidan qo'rqyapman, ansirayapman. Hazal ishfaqu. Bu bo'lsa ishfaq ansirash. Maza tufidu la'alla fil jumal al-atiyati. Tuvandagi jumlalarda la'alla nimani bildirdi? Qanday ma'noni keladi? 1. La'allaka najihun. Balki sen imtihonni o'tgansa tarajji. 2. La'allaka rasibun. Sen imtihonni o'tamagan bo'lishing mumkin. Ishfaq. 3. La'alla al-imtihana sahlun. Imtihon oson bo'lishi mumkin. At-tarajji. La'alla al-imtihana sa'bun. Imtihon balkim qiyin bo'lishi mumkin. Ishfaq. 5. Qala sallallohu alayhi va sallam fi hajjatil wada'i. Xo'shlashish hajida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq dedi: "La'alli la ahujju ba'da ami haza." Men balkim bu yildan keyin haj qilmasligim mumkin. Bu yerda ishfaqni bildirdi. 9. Ilaykum amsilatan ukhra. Sizlarga boshqa misol keltirib beray. Huna ilaykum ismu fa'lin. Bu yerda ilaykum ism fa'ildir. Ism fa'il degan nima deganda, wasmul fa'li kalimatun tadullu ala ma yadullu alayhi al-fi'lu, ghayra annaha la taqbalu alamatahu. Ism fa'il deganimiz fi'il ko'rsatgan ma'nini ko'rsatadigan, ya'ni fi'ilning ma'nosini bildiradigan ma'ni jihatdan. G'ayra lekin ism fi'ilning alomatini qabul qilmaydigan kalima, ya'ni so'z. Ya'ni fi'ilning ma'nosini bildirdi, lekin fi'ilning alomatini qabul qilmaydi. Ya'ni fi'ilga o'xshash turlanmaydi, mazi, muzari, birlik, ikkilik, ko'plik, erlik, ayollik deb turlanmaydi. Va ilayka ma'nahu khuz. Ilaykaning ma'nosi khuz, tutqin, ag'in, mana degandek. Taqulu Mundaq deysiz masalan, 1. Ilayka hazal kitaba. Bu degan gap xuz hazal kitaba degan gap. Bu kitobni elang degan gap. 2. Ya uxti ilaykil malaiqa. Hamshiram bu qo'shiqlarni xuzi degan gap. Elang. 3. Yaqulul muzi'u ilaykum nashratal akhbari. Riyosatchi mundaq deydi. Ilaykum degan xuzu degan gap. Nashratal akhbari degan xabar taqitish. Ya'ni hozir sizlarga xabar taqitimiz, xabar anglanglar degan ma'noda. Va kazalika amin. Aminmi shuningga o'xshash ism fa'ilin, ism fa'il. Bi ma'na istajib. Istajib degan ma'noda, ya'ni ijobat qilgin degan ma'noda. 10. Ashya'u mamnu'un min as-sarfi. Ashya degan bu kalima mamnu' min as-sarf. Sarfdan, ya'ni turilishdan cheklangan ism. Li anna aslahu ashya'u. Chunki uning asli ashya'u ala vazni af'ila'u. Af'ila'u vaznida.
Nahva aghniya'u va asdiqa'u. Aghniya'u va asdiqa'u o'xshaydi. Mamnu minas sarf birinchi qismning oxirgi darsda o'rganib bo'lgan bo'lg'achqa tushunasizlar. 11. Shafahullahu. Allah uning shifoliq bersin. Haza du'aun. Bu du'a. Vel fi'lul madi huna mustaqbalun fil ma'na. Fe'l madi o'tgan zaman fe'li bu yerda ma'ni jihatda kelgusi zamanni bildirdi. Hati misalan akhara min ad-darsi lil fi'lil madi allazi yufidu ad-du'a. Darsdan ya'ni ikkinchi darsdan dua ma'nosini bildiradigan, ifodalaydigan fe'l madi uchun boshqa misol keltiring. O'zinglar misol keltirsanglar bo'ldi tekstni o'qigandan keyin 12. mashq al min su'alin. Sual bormi? Aslu hazihil jumlati. Bu jumlaning asli al min su'alin degan jumlaning asli hal min su'alin indaka. Sizning savolingiz bormi degan gap. Hazihi min az-zaida. Bu yerdagi min ziyoda. Va min shuruti dukhuliha. Uning kirishining shartlari. Ya'ni ziyoda minning kirish shartlari. Birinchi. Ayasbiqaha nafyun aw nahyun aw istifhamun bihal. Uning oldiga ya'ni min harfining oldiga nafi harfi yoki nahi yoki hal bilan ifodalangan istifhom so'roqni bildirgan hal oldiga kirish kerak. Ikkinchi. Ayakuna majruruha nakiratan. Mindan keyingi ism, ya'ni minning majruri nakira ism, aniqsiz ism bo'lishi kerak. Demak, ziyoda min kirish uchun uning oldiga nafi, nahi yoki hal kirish kerak. Istifhomni bildiradigan hal kirish kerak va uningdan keyingi ism nakira aniqsiz ism bo'lishi kerak. Kawwin jumalan ala g'irarihi musta'milan al-kalimati allati bayna al-qawsayni. Qo'sh tirnoqning o'rtasidagi so'zlarni ishlatib turib, misoldagiga o'xshash jumlalarni tuzang. Qo'sh tirnoqning o'rtasidagi so'zlarni ishlatib turib, misolga o'xshash jumlalarni tuzab beqing. Misalda sualni beribdi. Hal min sualin deb jumla tuzabdi. Sual bormi? Xabar, jadid, mazid, mazid degan ziyoda deng. Hal min mazid. Yani ziyoda bormi degan gap. Mushta jumla tuzab baqsanglar bo'ldi. 13. Ladayya sualun. Mening sualim bor. Lada zarfu makan bi ma'na inda. Zarf makan indaning ma'nosida. Tuqlabu alifuhu ya'an ma'at damir. Lada degandiki alif, shuning alifi damir bilan birlikda kelgan vaqtida yog'i o'zgarib ketadi. Kama tuqlabu alifu ila va ala. Ila va alaning alifi o'zgarganga o'xshash. Fataqulu masalan mundaq deysiz. Ladayhi, ladayka, ladayya. Ya'ni lada kayniga hu damir kelibdi. Ladayhi deb alif yog'i o'zgarib ketdi. Kaf damir kelibdi. Alif yog'i o'zgarib ladayka bo'lib ketdi. Ya damir kelibdi. Lada ya bo'lmasdan ladayya o'zgardi. Va ilaykal amsilata tuvandagi misollarni ko'ring debdi. Birinchi vajadtuhu ladal bab. Lada inda ma'nosida. Vajadtuhu indal babi. Men uni eshikning qishida topdim, bayqadim yoki maza ladayka, maza indaka degan gap. Yanada nima bor? 3. Va fit tanzili Qur'onda mundaq kelgan tanzil degan Qur'on Karim. Valadayna kitabun yantiqu bil haqqi. Valadayna degan va indana. Bizning huzurimizda haqni so'zlaydigan kitob bor. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Ya'ni bima indahum farihun. Har bir partiya, har bir guruh o'zidagi narsalar bilan xushal. 14. Madidul maridi. Maridning qarim-qarish so'zi nima? Ya'ni maridning qarim-qarishi sahih. 15. Hati madiyal af'alil atiya. Tuvandagi fe'llarning mazisini keltiring. Yahmilu ko'tirdi, yatlu'u chiqdi, yaxtubu xutib so'zlaydi, yag'rubu patudu. Ya'ni quyosh patudu degandiki. Yaqrubu yaqin bo'ladi, yantiqu so'zlaydi. Lug'at izlab o'zinglar mazisini izlasanglar bo'ldi. 16. Hati mufradal asma'il atiyati. Tuvandagi ismlarning birligini keltiring. Hurumun ihrom bog'lovchilar, sukara maslar, aroq ichib masub qolganlar degan gap. Malaikatun farishtalar, ma'anin ma'nilar. Bunimi o'zinglar topsanglar bo'ldi. Bugungi mashq mushagichi bo'lsin. Oxirnikilarki darsda so'zlay inshaalloh. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.